Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun siz bilan hayvonot olamiga sayohat qilamiz. U yerda bizni ajoyib sovg'alar kutmoqda. Sovg'aga ega bo'lishni xohlaysizmi? Hayvonot olamiga borish uchun biz bir nechta savollarga javob topishimiz kerak. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, qani ketdik. Birinchi savol. Hayvonlar necha turga bo'linadi? Barakalla. 2 turga bo'linadi. Uy hayvonlari, yovvoyi hayvonlar. Ikkinchi savol. Uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarning farqi nimada? Juda to'g'ri topdingiz. Uy hayvonlari insonlar tomonidan parvarish qilinadi. Yovvoyi hayvonlar esa mustaqil hayot kechirishadi. Barakalla. To'g'ri topdingiz. Hayvonot olamiga xush kelibsiz. Hayvonot olami sizga yoqdimi? Keling unda ular bilan tanishib olamiz. Men momiqqina, chaqqon va epchil quyonman. Turli sabzavotlar va barra o't jon-u dilim. Maylimi? Shu yerdagi barcha hayvonlarni men tanishtirsam. Eng ayyor va hiylagar hayvon tulki. U hayvon go'shtlari bilan oziqlanadi. Tulkixonning do'sti quyon, echki va qizil qalpoqchani yeb qo'ymoqchi bo'lgan hayvon bo'rivoy. U ham go'sht bilan oziqlanadi. Navbatdagi hayvonimiz oyoqlari maymoq, yunglari paxmoq, asalni sevuvchi ayiq polvon bo'ladi. U mevalar, o'simliklar va turli hayvon go'shtlari bilan oziqlanadi. Yo'l-yo'tonli, mushukka o'xshash hayvon yo'lbars. U hayvon go'shtlari bilan oziqlanadi. O'zi arqonday uzun, zahrini sochuvchi, sudralib yuruvchi hayvon ilon. U ham hayvon go'shtlari bilan oziqlanadi. Eng yirik hayvon bo'lishiga qaramay, sichqondan qo'rquvchi hayvon fil. U meva va o'simliklar bilan oziqlanadi. Bu hayvonni siz juda yaxshi taniysiz. Otga o'xshash yo'l izli hayvon zebra. U ham o'simliklar bilan oziqlanadi. Barcha hayvonlar orasida bo'yni uzun hayvon jirafa. U ham o'simliklar bilan oziqlanadi. Shoxdan shoxga sakraydigan, bananni xush ko'ruvchi hayvon maymun. Tog'larda toshdan toshga sakrab yuruvchi burama shoxli hayvon tog' echkisi. U o'simliklar bilan oziqlanadi.
Yangi yil arafasida Qorboboni turli manzillarga olib boruvchi shoxdor hayvon bug'u ham o'simliklar bilan oziqlanadi. Mana, yovvoyi hayvonlar haqida bir muncha ma'lumotga ega bo'ldik. Ular o'rmon, tog', cho'l, daryo va dengizlarda yashaydilar. Hozir diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, ularning ba'zilari o't-o'lanlar, don-dunlar, mevalar bilan oziqlanar ekan. Ayrimlari esa boshqa jonivorlarni ovlab kun kechiradi. Ya'ni ular yirtqichlardir. Aziz o'quvchilar, bu yerdagi hayvonlarni o'simliklar bilan oziqlanadiganlar va yirtqichlarga ajratamiz. O'simlik bilan oziqlanadiganlar fil, jirafa, kenguru, olmaxon, zebra, bug'u, quyon. Yirtqichlar esa ayiq, yo'lbars, timsoh, ilon, bo'ri, tulki, sher va qoplon. O'rmonning chiroyligini qarang. Iye, bu qanday hayvon ekan? To'g'ri topdingiz. Bu hayvon maymun. Bunisi-chi? Barakalla. Bu bo'ri. Ana u chopib ketayotgan hayvon-chi? To'g'ri, bu kiyik. Keling bolajonlar, endi bu hayvonlar nima bilan oziqlanishini topamiz. Maymun banan bilan, bo'ri go'sht bilan, kiyikchi? Kiyik esa o'simliklar bilan oziqlanadi. Bilimdon bolajonlar, sizning bilimingizni yana bir bor sinab ko'rish uchun quvnoq o'rmonchi o'yinini o'tkazamiz. Uzun quloq sabzisevar hayvon? To'g'ri, bu quyon. Mushuksimonlar oilasiga kiruvchi yirtqich hayvon esa barakalla, bu yo'lbars. Nima asal yaladi? Asallari taladi. Albatta, bu ayiq. Mana, hayvonot olami haqida ham bilimimizni boyitib oldik. To'g'rimi? Endi sirli sovg'ani ko'rish vaqti keldi. Bolajonlar, barcha hayvonlar davlat tomonidan himoya qilinishini juda yaxshi bilasiz. Qizil kitob bu yo'qolib ketish xavfi bo'lgan hayvon va o'simliklar kiritilgan kitobdir. Qizil rang ogohlik belgisi. Demak, tabiatimiz bizga yo'llagan sirli sovg'asi orqali ogohlikka chaqirmoqda. Chunki hayvonlar ham tabiatning bir bo'lagi hisoblanadi. Tabiatga g'amxo'rlik qilish esa barchamizning vazifamizdir. Qadrli o'quvchilarim, biz siz bilan kelgusi darslarimizda ham tabiatimizning yana juda ko'p sirli olamiga sayohat qilamiz. Hozircha esa xayr.